Bahor kirib kelishi bilan bayramlarga ulanadi. Odamlarning kayfiyati chog', ko'ngillari shod bo'ladi. Bugun Turkiston san'at saroyida harbiy xizmatchilar, ularning oila a'zolari va mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari uchun tashkil etilgan tadbir ham ana shunday ko'tarinkilikka xizmat qildi. Assalom Navruz, yangilanish, mehr-oqibat va qadr-qimmat ayyomi mavzusidagi madaniy-ma'rifiy kechada shaxsiy tarkib a'zolari ham rag'batlantirildi. E'tirof, e'tibor hamda qadrlash ayyomiga esh bo'lgan tadbir tafsilotlari muxbirimiz Dilnoza Atoyeva lavhasida. Shukronalik, vatanga muhabbat, hayotni, odamlarni sevish, taqdirlanayotgan harbiy xizmatchilar va ularning ota-onalari ko'zidagi quvonchdan ushbu tushunchalarni o'qish mumkin. Men bu yutuqlarga erishishim sababchi ota-onam, o'z komandirlarimga hammasiga rahmat aytaman. Yutuqlarimni ko'rish uchun ota-onalarim shu yerga kelishdi. Mana shu sovg'a va mukofotlarni ota-onamga tuhfa etmoqchiman. Har bir ota-ona farzandi orqasidan rahmatlar eshitadi. Mana shu farzandim orqasidan rahmatnomalar eshitdim. Boshim osmonga yetdi. Odam nimani orzu-havasda bo'lar ekan. Lekin hayolimga kelmagandi, shunchalik bo'lamiz. Shunchalik yetsamiz, Allohni kamolga yetkazamiz deb. Ikkita o'g'lim ikkalasini shu yerda ishlaydi. Bitta joyda bir kunda borib kelishadi, bittasi men. Ikkalasi ham faxrlanamiz deb Allohim. Ikkalasiga ham rahmat. Omon bo'lishdi. Men farzandim 3 yildan beri xizmatda yurardi. Sog'inib yig'lagan kunlarim ham bo'lardi. Mana bugun taqdirlanganini ko'rib xursand bo'lganimdan shu ko'z yoshlarim quvonch ko'z yoshlariga aylandi. Bolam xizmat qilganda orqasidan xursand bo'lib kelib yurishlarni orzu qiladim, orzularimga yetishdim. Xursand bo'ldim. Siz orqali oila a'zolaringiz va yaqinlaringizni yana bir bor bugungi shodona bilan muborakbod etaman. Qutlovlar maxsus harbiy chiqishlar va konsert dasturi orqali davom etdi. Yakkasaroy tumanidagi 25-sonli imkoniyati cheklangan bolalar maktab-internati tarbiyalanuvchilari uchun sovg'alar tarqatildi. Bolajonlar tuhfalar orqali mehr, e'tibor va g'amxo'rlik kabi insoniy fazilatlarni ham o'z shuuriga singdiradi. Bu kun Dilnoza Atoyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.